Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetlik, muhterem, aziz ve süyümlük Şarkı Türkistanlı karındaşlarım. Bugün yeni karşımğa çıkıp kaldım. Ziriktirip koygan bolsam hep okulanglar. Aslında normal video neşir günlerde video kıldım. Lekin torgu yollaydigan çağda yaltayıp kaldım. Aldığın xetim bu video tehi ba. Çünkü biçare halkımdan qabul qilish seviyesini nazar tutmasam bo'lmaydigandek turadi. Ba'zi gaplarni deyishim haqiqatan xatarlik. Çünkü qayta shakllantirilgan bichora xalqimning mizonlari buzib yutilgan bo'lg'achqa, haqiqat eni g'alati shaklda burmilib yutilgan. Shunga ba'zida haq gaplarni qilishmi xatarlik. Dushmanga aylanib qolish xavfi mavjud. Çünkü özünü xeyli birinin bilemencima deb o'ylab qoladigan, hech qachon bilim yo'lida ajr qilib boqmagan qarqosaqlar, hatto ziyolilik qalpiqi, ilmiy unvon qalpiqi ostidagi qarqosaqlarmi borki, ularning masalalarni tushunishdagi mantiqiy asosiy o'lcham mezonlari to'liq g'alati bo'lg'achqa, Qur'ondanmi zidlik topadiganlarning formasida fikr qiladi. Bilisizlar, maxsus ajna odamlar teostrategiya projesi doirasida Qur'ondan zidlik topadigan nurg'un fikr qimlari bor. Shunga o'xshab ketadi bular. Birga ikkini qo'shsa qancha bo'ladi? 3 bo'ladi. Buni hamma odam biladi. Bu boshlang'ich maktab hisoblarida ko'riladigan bir misol qarindoshlar. Birga ikkini qo'shsa 3 bo'ladiganligini hamma bilamiz. Yani arifmetiklik bir hesap misali. Bunun yani başka türlü hesaplanış usulü ve başka türlü neticesi bağlılığını oylap görgen mi tanıyız? Mesela birge işkini koşsa qancha bo'ladiganligi haqida. 1979 yılı yoki 80 yılı olsa kerak. Vatanimizdeki Elqi Yo'g'on gazetining bir betiga bir adabiy axborot besilgan. Bu adabiy axborotning mavzusi Golbach qiyosi edi. Golbach qiyosi. Golbach, bu Christian Golbach 17. asrda Germaniyada yaşagan. 1600 qanchadan 1700 qanchagacha Germaniyada yaşagan matematika alimi Christian Golbachni demoqchi. Bu yerda deyilayotgan bu adabiy axborotning mavzusi tilga olingan Golbach shu matematika alimi. Bu Golbach 17. asrda ikki sonning yig'indisini boshqa turli yesh usul haqida qiyos qilgan. Uning boshqa bir natijalari bor ekan. Biz buni tushunmaymiz tabiiyki, matematikchi bo'lmagandan keyin. Bu adabiy axborotda deyishida Golbach ikki sonning yig'indisini manda ifodasi bo'lishi mumkin deb qiyos qildi ekan. Onun kıyasıga asasen asrlar boyunca matematika alimleri ikki sonning yig'indisining Golbach qiyos qilgan shakldagi yechimlarini o'tirib qo'yish bilan alim bo'lib matematik sohasini betib kelgan. Bu oliy matematikadagi boshqa bir turli ish usuli ekan. Yani şununla erishish formulasini ishlab chiqqanda sonlar kichikligan sir qiyin bo'ladi ekan buningda.
50 yılның aldığı kelgende, yani biz şu golbaq qiyasi mavzuluq ədəbi axbaratını oquyatqan dövrgə kelgende bu sanlarning bu xilda işlənişi formulaları tamamlanıb bir qoşumuz 2 yoki 2 qoşumuz 1 degan bu yerga kelibdi-kanda 50 yilning oldida. Golbaq qiyas mavzuluq ədəbi axbaratda xabar qilinishicha, Xitoy matematika olimi Chin Jongrun yerim ömrünü sarf qilib ana shu 2 qo'shimiz 1 ni ishlab chiqibdi. Bu misolda ko'rinayotgandek nurg'un ijtimoiy va siyosiy masalalarning ana shunday oddiy dehqoncha tushunilish shakli bo'ladi. Oliy matematik shakli bo'ladi. Nəhayət əfsuski bizning qaraqo'saq bilimdonlarning tushunishi arifmetikalik shakli bo'yicha bo'lg'achqa bek oson bo'ladi. 2 qo'shimiz 3 bo'ldi, bitdi. Bu qaraqo'saqlarga masalaning matematikalik bir yeshim shakli bo'lishini tushuntirishning imkoni bormi? Qo'saqlarni silab baqib, ha, men hali birini bilaman juma deb o'z-o'ziga tamanno qilib qolayotgan qaraqo'saqlar yoki bilimdon qaraqo'saqlar ilmning qilchilik saxtliqni ko'tarmaydiganligini, ko'z bo'yash bilan bo'lmaydiganligini, gapdonlik qilish bilan bo'lmaydiganligini tushunamdi. Mana shunday sabablar tufaylidan deydiganlarimning nayta nurg'unini deyishning imkoni yo'q. Yo'q, qarindoshlar. Nayta nurg'unini. Gapni qil sig'ar yerga, suvni sap sing'ar yerga degan ko'nlarning bir tamsili bor emasmi? Singmaydigan yerga suv sepib qo'ysak, patqoq bo'lib, teyilib yiqilganlar oldida gunohkor bo'lib qoldigan gap. Sözlep bulup ilan qilishdan vaz kechgan temam Sharq Turkiston davosida tijorat degan tema edi. Ilan qilishdan vaz kechdi. Chunki bilasizlar bizning qaraqo'saqlarni o Chin Jongrun degan Xitoy, saran Xitoy ekan. U kirish uchun golbaq degan matazi o'tib ketgan matumi nima bu? Bizdan so'rasa olmanda bu 2ga 1ni qo'ysa 3 bo'ladi bitdi. 2 sekund vaqt ketadigan ishni yerim ömrüne var qilib manda dötnimeli ekan deb xulosamizni chiqaradigan manda boyvachchilar bor bizda. Uning uchun qaysi usulda so'zlash, qaysi saviyada so'zlash bu bir masalada. Uning uchun ba'zi mavzularda so'zligim bo'lsa-mu vaz kechishga majbur bo'ldim. Hatta yolg'on gapni qilishga majbur bo'lgan chaqlarim bor rostdan desam. Ammo bu qaysi mavzudagi yolg'on edi desanglar, uni deb bermayman. Desam bo'lmaydi. Desam shu rostdan deb qo'ygandek bo'laman. Yolg'onni deyishga majbur bo'ldim. Xalqning berejiligidir. Xo'sh, bugungi tema ko'rayotganinglardek Sharq Turkiston masalasida sapa masalasi. Mustaqillik irodasi va vakillik masalasi. Bu masalani so'zlashdan burun vaqtini elib bir az dataytib oldim. Endi masalaning o'ziga kelamiz bugungi mavzuga. Bilasizlar, bu jiqishlarni bilib ketyapsizlar. Hayotda bir oddiy reja bor. Cho'qim buni bilasizlar. Bir kishi bizning vakolatchimiz bo'lsa, ammo u bir qo'ymichi bo'lsa, bu vakolatchilik salohiyatidan foydalanib bizga mislsiz ziyon solib mumkin. Buni hammanglar bilasizlar. Bu oddiy reja bu. Bu haqda ko'nlar nima deydi? Beka bo'lsan, guvoh bo'l, boy bo'lsan, kepil bo'l deydi.
Chunki bir ishga guvoh bo'lib qolsangiz, vaqtingiz bormi yo'qmi demay, sotga chaqiraveradigan gap. Shunga baka bo'lsangiz, guvoh bo'lsangiz bo'ladi. Bo'lmasa avar qilib yetadi. Bir nimaga kepil bo'lib qolsangiz-chi, agar siz kepil bo'lgan odam qo'ymichi bo'lsa, u qo'yib ketganini siz to'lashga to'g'ri kelib qoladi. Uning uchun boy bo'lsan kepil bo'l. Ko'ngillarimiz dana. Shunga o'xshash, agar bizning bir vakolatchimiz qo'ymichi bo'lsa nima bo'ldi? Uni bizga mislsiz ziyon solib mumkin. Bunda bir ziyon haqida ichimizga tinishdan boshqa choramiz yo'q. Barguna üzemde turib, qap götürüp nege varay degendek özümüz vakaletini bergen ekanmiz, derdimizni kimga aytamiz? Özümüzning sho'ri. Ülpütün qağı olsa yeyişin poq. Agar bir adam milletga vakil bo'lib qolsa, bu ziyonning ko'lamini mo'lcharlash texmi tas. Bu vakillikning doirasi o'xshamasimi, baribir shu doirada qo'lidan keladigan ziyonni soladi degan. Sharq Turkiston davasida vakillik o'rniga chiqib olganlarning salohiyati, siyosiy kimligi, insoniy fazilat nuqtalaridan har qachondagidek ta'laysizlik hokim vaziyat bo'lib kelmoqda. Hatta buni İsa Yusuf'dan tatib desek mi bo'ladi? Agar bu haqda gap bo'lsa, mana desa, Nemişkilikini men dep beraman onu. Zaten ilgirden dedim, onun dikkat qilmagan bo'lsanglar yana desek bo'ladi. Yani ya to'liq va bejirim Uyg'ur bo'lmaganlar vakillik o'rinda bo'lib qoladigan yoki siyosiy kimligi jihatda faili majhul odamlar vakillik o'rniga chiqib qoladigan ahvollardan xoli bo'lolmaylik. Bugun kuch ko'rilgan ahvollarni eslab ko'radigan bo'lsanglar, buning haqiqatan shundaqligini his qilasizlar. Chala Uyg'urlar, yerim Uyg'urlar degandeklar va siyosiy kimlikki, siyosiy arq ko'rinishi intayin gumonliq shaxslar. Bir millat asrlar bo'yicha ozodlik yo'lida yulqinsa, ammo vakilini to'g'ri tanlayolmagan bo'lsa, milyonlarca insanın əsirlik tirişçanlığını bu vekil bir çay söhbetidila nölge aylandırıp koyalışı mümkün. Ben bundaq meseleler hakkında köp toxtulub kelyapman ve adam tanlashda bir inqilobiy prinsipning bo'lishi lazımlığını, bunun da taraftarlık, mehmandostlik, dasqanchilik atalmış yüz xotira degandeklar qarar chiqarishimizga, tanlashlarımızga ta'sir ko'rsatsalar, biz g'oyamizni bütün siyasi takdirimizni ana shu dasqanchilikqa tegishib etgan bo'lganligimizni deb kelyapman. Bu deganlarimga qarshi ba'zilar kitoblarimda degan vaqtimda qarash chiqqanlar bir zamonlarda meni ishchi yomon deb sifatladi. Endi ishchi yaxshilarning ishchining yaxshiligi beshimizga qanday sifatlarni keltirishi mumkin? Bunu o'ylab ko'ray demasdilar. Bu ishchi yomon degan bahoga qetilib ketgan qarindoshlarimning ko'pinchisi soddaligidan da'vatgan bo'lsa, bir munchalar yana tarafdorlikdan. Bizning kishilarimizning ko'pchiligi dushmanning cho'ngligi, qudrati, bizning ojizligimiz qatorliqlarni ro'baro qilish orqali umidsizlik tug'dirdi. Asli xafalik, asli texmi cho'ng to'salg'u, texmi ojiz yerimiz düşmanını tanımaslıkımızdır. Düşmanının çoğunluğu mesele emas. Düşmanını tanımaslıkımız en çoğun mesele. Şundaqla münafıqlar bilen münasibetlerimizin to'g'ri bir yo'nalishda bulanmasligidir. Münafıqlar başka milletlerde lanetlik bir kimler sifatida ko'rilsa, Uyg'urlarda normal insonlar. Bizden farqi yo'q. Tamamen aralashib bo'lgan kishilar sifatida qabul qilinishdir. Münafıqlarning aramızda bemalol mavjud bo'lib turalishi va dadillik bilan munofiqona qarashlarini o'tirg'i qo'ya olishi texmi cho'ng baxtsizligimizdir. Mana bu xil sarimaslik tutumimiz tufaylidan bizga vakil bo'luvchilarning kimliklari haqida munosabat astoydil o'ylanib bakmaymiz. Tarafdorlik, shaxsiy munosabatlardagi yaqinlik qatorliq omillar buningda belgilaguvchi rol o'ynaydi. İlgari sürgündü hükümet içinde bir zaman sabdişimiz olan qarindoshlardan birining
Bu cihetteki acayip tutumu beni hayran kaldırgan edi. Onun karışıcı siyasi cihetteki iş başka, turmuştaki münasebet başka. Yani siyasi cihette münafık dep qarıldıganlar bilenmi turmuşta aralashıp, dostlaşıp, bir daskanda kaynaşıp ötüşke boludu eken. O halda münafıklarni yetim kaldırıştın söz etişinin ornu yok degen gap. Boku bulmak ve aralashıp ketdi degen gap. Bizge vekillik orunda olturup gelgenlerden biri Kanada'da Mehmet Tohti deydigan şahs bolgan uzun yıllar. Rastın desem bu şahsının ismini atamaktan seskinimen. Onun reddiye maqsadım yok. Çünkü o yoldan ötken çaşkandek ururuk dağın birisi. Ondaki onun reddiye berişimge layık bir tarafı yok. Ben fakat bularni bir misal sifatida qilyapman. Şunu bunu to'g'ri tushuning. Bu janobni hech kim saylashni xohlamaydigandek havo hissetdi. Her saylamda. Saylamning oldinlarida. Noroziliklar, qo'saq köpekleri. Vay onun aqlıqı köpek. Hamma adam onu münafık dep tanıydigandek qiladi. Şuna bu ketim onundan qutuladigandak his qilinadi. Her saylamda. Ama saylam buladigan kuni hech qachon Uyg'urlarning topida ko'rinmagan shaxslar paydo bo'lib, bir dilli saylamning tashkilligisi bo'lib chiqadi-da, yangi kelganlarni va yurak funksiyasi ojiz bichoralarni qo'rqitib po'pozi qilib, ovoz qo'lga keltirish faoliyati yurgizishadi. Xelidan boshlangan dasqanchilik, qaroqkashlarga aroq quyib berishlarning umri birlashib, yana shu Mehmet To'xti saylanib turadi. Goya duası icabet olduğun birlermiş Mehmet Tohti'ni beşimizden eksik etmegeysen dep dua kılıp tilep tapkandaklı şular. Bu vekilinin diğerleri tutulmaya şahsi faziletleri otur da. Onun avazını elki videonu bir yerde anlatmışsam mı bunu da herhalde. Bir yana bakardım meynet kılıp. Mana şundaq maqsadlar vekilimiz bo'luvasa chet elliklarga Sharq Turkiston xalqining orzusi sifatida nimalarning so'zlanishi nayta aniq. Mal egisini doğrumisa haram degandek bir ishlar. Mehmet To'xtining sapasizligimiz to'g'risidagi sapsatisi aslida munofiqlikni, Xitoy oshiqligini yo'shirishning bir tushunpardisi xolos. Yoki uningdek qarashdagi har qanday bir munofiqning sapa meselesideki bahanesi münafıklıkını yapadigan çümperdi xalas. Undak emas desek, ötken asrning yarimigacha Yevropaning mustamlikasi bo'lgan, tarixida hech qachon davlat qurib boqmagan Afrikaliklarning mustaqil bo'lishini tushundirib olmaydi. Bu yerde şunu deyish kerakki, mustaqillik irodasi bo'lmaslik, sapa bo'lmaslikdan yomonroq to'saldi. Sapamız tüven, onu memme deyme. Sapanın tüvenlikide gap yok. Ama müstakillik iradesinin bulmaslığı, müstakillik niyetinin bulmaslığı, sapa bulmaslıktan mı yamara? Eğer müstakillik iradesinin de olsa, sapa meselesi tosal olanmaydı. Aman! Bir tarihi fırsatda bu iş başladı. Sapamız yokluktan devletini başkuranmay qalsak, yana Xitoyni teklif qilamizmi? Mustaqil bo'lib sapasızlık tüpelden terakki qılanmay tüven seviyede yaşasakmı? Kul bulup yaşagandan ming qat afzal. Hiç bulmagandımı yok bulup nesli kurup ketkendan afzal. Meselenin sapasızlık emas, münafıklık ekanligining misaliga bek uzak gitishimizning hojati yo'q. Mana shu Mehmet To'xtidek yetishganlar, Nuri Tukraldek yetishganlarning munofiqona Xitoy oshiqligi bo'lmagan bo'lsa, mana shundaq yetishganlar Uyg'urlarda ozmi? Olimlar, doktorlar, professorlar bir davlatni boshqarishga yetishgidek sonda. Hiç bo'lmaganda Uyg'urlarning siyosiy davosining strategiyasini belgilab chiqqan 19 aqlliq Uyg'urimiz bor. Shularni yaramamda. Ama nayta afsuski sapa bo'lgan bilan niyat bo'lmaganligi, niyatda Xitoydan ayrilmaslik
Bo'lmaganlik uchun bizning chet elda yetishgan janoblarning zo'r ko'pchiligi mana shunday ikki ayrilmaslik qonunini chanmoqda. Balkim bu janoblar Xitoylar tarafidan tanlanib, hech bo'lmaganda Xitoylar rozi bo'lib tasdiqlab, chet elda o'qishi ma'qullangan bo'lganliklari uchun ash bergan xo'jayinga asiylik qilg'isi kelmaydigandi. Xitoylarda Wang Jin deydigan general, ya'ni Sharq Turkistonning ishg'oliyatini ishga oshirgan qo'mondan general Wang Jin muavir raislikka yükseldi. Bu Wang Jin sapalıkmıktı. Bulançı, koçulukçu gitti Wang Jin. Onun bilgini uruş batat. Bunu uruş kılış jarayonida degan. Bir yerde nazariyasini gelgan emas. Mao Zedongning so'zlashni orqali o'rganish, urushni o'rganish degandek, Wang Jinning general bo'lishi o'qigan sapalıkligidan emas, urush ichida urushni o'rganganligining natijasi. Peng Dehui Xitoyning tunji mudofaa ministri bo'lgan Peng Dehui. Shundaqla muavin oliy boshqo'mondan Xitoy armiyasining Peng Dehui tilamchilik qilgan bir yetimchi. Shimolga yurish urushida, ya'ni militaristlar qarshi shimolga yurish urushida faqat qo'saq to'yg'izish maqsadida askar bo'lgan. Askarlikda yulduz parlagan bir shaxs. Ko'rinib turgandek sapa muhim emas. Mustaqillik ruhi bo'lish muhim. Qulluq ruhi holatidan Xitoy ulug' qarishidan, Xitoy oshiqligidan qutulish muhim. Ma'naviy jihatda qutulish muhim. Ondan jismoniy jihatda qutulishni ishga oshirgan oldu. Davlat boshqarish masala emas. Gitlerning bir so'zi bo'ladigan, bu yerga ma'lum ma'nodan tatbiqlashga bo'ladi bu so'zni. Bir nemisning ulug'liq va jasoratining yangidan qo'lga keltirilishi masalasi o'z-o'zimizga qurollarni qanday ishlab chiqaramiz degan savol bilan hal bo'lmaydi. Bir millatni qurol ko'tarishga qobiliyatli qalga keltirgan ruhni qanday yaratamiz deb o'ylashimiz lozim. Bir millatning ustida shunday bir salqin askan taqdirda aqli ming yo'l topadi. Ve bu yollarning har biri o millatni bir qurolga ilib boradi. Bir qo'rqoq odamga 10 tapancha berilsa, o odam bir hujum mezgilida bir talni o'q atmaydi. Bu qo'rqoqning qo'lidagi tapanchalar bir jasurning qo'lidagi qamchidanmi az qimmatga ega. Men bu naqlni hali ko'p qatim ishlatdim. Kitaplarda işlettim, videolarda mı, isimlerde olsa gerek. Mana hem de oylanlar. Bugünkü kunga kelganda Nuri Tukurel Uyg'urlarga vakillik salohiyati bilan Amerikada bir organga kirgan bo'lsa, u yerda Sharq Turkiston xalqining orzusini aks ettiramdi. Qanday qilib millatim uchun biror manfaat qo'miraman degan niyatda ish qilamdi. Yoki Xitoylarning orzusini, talabini aks ettiramdi. Bo'ladigan ziraat ko'kidan ma'lum degandek, bu janobning Sharq Turkiston masalasiga qanday tutumda ekanligiga bog'liq bo'lib, uning o'tmishidan anglashiladi. Uning bu yangi xizmat o'rnatdagi tabrikchi voqallarning hammasi tarafdorlikdan tug'ilgan inkaslar bo'lib, bularni bir jangalning deyishga bo'ladi. Bularning ichida turlar mavjud. En köp sonliqni egallaydiganlar foyda ziyonni anqiranmaydigan manqurtlardir. Manqurtlarcha hijish, manqurtlarcha tantana. Ba'zilar rasmiy tarafdorlik bo'lib, siyosiy qarash e'tibori bilan Xitoy oshiqlari va bu jihatdagi o'xshashlik mana shunday tantanalarni qilishga olib borgan sababdir. Yana bir turkum bo'lsa, o'zining nima qilayotganligini bek anqirib ketmasimi, har holda tarafdorlik ifodalash, o'zining fikr qila oladiganligini bildirgisi kelganligidilla yoki o'tganda qaydishib qolgan Matqunaxonning Nuri Tukurelga qarshi gap qilayotganligiga qarabla, Matqunaxon qarshi turgandan men qo'llashim kerak
degan formada taraf belgilagan avarlardan ibarettir. Umumen meyli tükürel yoki to'xtab olsun, mushundaqlarning qo'llovchilari hozirgacha vatandagi oilalari bilan normal aloqa qilisha olayotgan, hech munosabati uzilib qolmagan, u yoqdagi tuqqanlarimi hech qanday falokat uchirmay partiyaning g'amxo'rligida xotirjam yashayotgan insonlar ekanligimi ma'lum bo'lmoqda. Gerçi bu vaqt meselesi, növbet meselesi bo'lsa-mu, bu munofiqlar partiyaning gap anlaydigan yaxshi bolasi bo'lishining foydasini ko'ryapmiz, manaka deb o'ylashyaptilardir. Qarindoshlar, bizning baxtsizligimizda hargizmi Xitoylar tomonidan munqar qilinganligimiz eng asosiy masala emas. Chunki dunyo tarixida munqarz qilish va munqarz bo'lish izchil bo'lib kelayotgan udum. Bir millatni munqarz qilishga bo'lmaydigan ish emas. Har qanday bir millatni munqarz qilish mumkin. Chunki millatlarning tushkunlashadigan, ojizlashadigan davri bo'ldi. Bir zamonlar Shvetsiyaliklar intayin kuchaygan. Bu vaqtda Angliyani besib olgan. Endi qaraysizki, Shvetsiya betaraflik siyosati yurgizadigan tinchlikchilar. Ammo bir millatni tuzib turish ko'p hollarda mumkin bo'lmaydigan ish. Jismoniy jihatdan besib olish mumkin bo'lgan bilan bir millatning ruhini ishg'ol qilish ko'p hollarda mumkin bo'lmaydigan ish. Bizning baxtsizligimiz dal tiz tukish kayfiyatidagi g'olchilarning ko'payib ketganligi. Azadlık ümidini yo'qotib qo'yganligi. Xitoydan ayrilib yashag'ili bo'lmaydi safsatisinin bir muncha odam tomonidan qabul qilinishidir. Munqarzlik ko'p hollarda jismoniy jihatdagi egallanish bo'lib, agar millat ruhini egallatib etmagan bo'lsalar, qayta bosh ketirishi tamamen mumkin. Erkinlik shunday go'zal narsaki, o'z uyimning xo'shligi, putqo'limning bo'shligi degandek, u inson bolasiga bir muncha moddiy imkoniyat taqdim qilib qolmay, texim muhimi tafakkur ozodlik elib keladi. Sapaning o'sishi faqat vaqt masalasidir. Agar millatimiz Xitoy oshiqlarining safsatasi bo'yicha sapaning o'sishini kutib o'ltirsa, mustamlika sharoit ostida bu hargiz mumkin bo'lmay kelganidek, bundan keyin texim mumkin emas. Xitoydan ayrilmay turib bizning qaysi masalamiz hal bo'lishi mumkin? Tilimizdan ayrildik. Kültürümüz depsenli kılınmakta. Xitoy qulluqi ostida oxirgi natija tal to'kis yo'qolish bo'ladi ki, bu janoblar talab qilayotgan avtonomiyami bo'lsa Hong Kongning kerak bo'ladi. Mana bugun Hong Kongmi bu atalmış avtonomiyadan to'yib ko'chalarga tashmoqda. Xitoylar o'zlari e'tirof qilib, Xitoy millatining demokratiyani hech zamon tushunmaydiganligini, Xitoy xarakteri demokratiyani hech qachon qabul qilinmaydiganligini da'vatgan tu'simi, ichimizdagi Xitoy oshiqlarining bunchalik qaysarlik bilan ikki ayrilmaslikda tushuntirishi, Xitoydan ayrilmay turib dardimizning hal bo'ladiganligiga ishonishi qanday aqlga sig'adi? Ular cho'qim Xitoy malaylaridir, g'olchilardir. Dal shunday yo'lda bo'lishi xo'jayin tarafidan belgilab berilganlikdan shuni bazaga silishmoqda. Növbette atalmış Xitoy demokratçıları Xitoy Federatsiyasi safsatisini e'lon qilib, bizning Xitoyparastlarga xuddi sharq qizardi kun chiqdi. Aql bilan o'ylab ko'rishga tegishli nurg'un taraflar bor, qarindoshlar. Növbette biz tarixning bir ochilidi turibmiz. Bu ochildi to'g'ri tarafni tanlayolmay qolsak, abadiylik pushaymonlik qilishimiz aniq. Oldi bilan bu Xitoylar rostilla demokratchimi? Yoki g'arbning pisentiga erishish maqsadida demokratiya bayrog'ini suiiste'mol shaklda ko'tarib olgan mustamlikchilikning varislarimi? Buni imtihon qilib ko'rish kerak. Andın Sharq Turkistonni yoki Uyg'urlarni kimlar tamsil qilib, Xitoylarning bu atalmış federatsiyasiga qo'shilyotdi. Bularni aniqlash lozim. Vakil to'g'ri tanlanmış xalqning irodasi emas, dushmanning suiqasdi ish qo'shadi. Bularni deb o'tdik. Bu ayrim masala. Bu yerda biz oldi bilan bu Xitoylarning bugungi va o'tmishdagi tajovuzchi Xitoylardan farqi bormi, yo'qmi? Buni ayirib olishimiz lozim. Bu ancha ular tasma emas. Buni ularning tarix qarashini so'rab baqsaqli ma'lum bo'ladi. Agar ular Xitoylarga udum bo'lib kelayotgan tarix qarashi, ya'ni
siyasinin ihtiyacı üçün yaratılgan tarixqa işinemdi. Yoki ilmiy metoddagi tarix qarashini qabul qilamdi. Agar bu demokratchi Xitoylar tarixga bir ilm sifatida qarasa, tarixning haqiqatini e'tirof qilish kerak bo'ladi. U holda Xitoylar deb kelayotgan azaldin voz kechish kerak bo'ladi. Qo'yavering 2000 yilning oldini, 200 yilning oldidimi Jungo deydigan bir davlatning yo'q ekanligini e'tirof qilish kerak bo'ladi. O'tmishdagi istilochilikdan xotirlanib, zamin davası üçün pakit qiladigan Xitoyga xos tabiatdan voz kechish kerak bo'ladi. Chunki o'tmishda o millatning bu millatni besib olishi, o davlatning bu davlatni besib olishi bo'lgan bir ishlar. Uni mening territoriyam deyishning pakit qilg'ili bo'lmaydi. Aldığın qatımlıq istilah hareketide qağan bazı belgilerini yoki bazı alametlerini keyingi qatımlıq istilah üçün asas qilg'ili bo'lmaydi. Agar unda qildigan bo'lsa, yuqorida deb o'tganimizdek, tarixda Shvetsiya Angliyani besib olgan. Bugun endi ashuni pakit qilib bu Angliya orali mening territoriyamda dis to'g'ri bo'lamdi? Angliya büyük Hindistan'ı, bugün Hindistan emas, bugün 4-5 devletke bölünüp ketken Hindistan'ı ve onun yeni Şarkı Janubi Asiya nurgun devletlerini ıslah kıygan. Bu ıslahçılık hareketini bu zamanını menin deyişke pakit kıygalı olamda. Bu fakat Xitoyga xos bir xil tabiat bu. Buningdan voz kechish kerak bu o'zini demokratchi degan Xitoylar ras demokratchi bo'lsa, buningdan voz kechish kerak bo'ladi. U holda g'oyat tabiiy yo'sinda Sharq Turkistonning besib olingan zamin ekanligini e'tirof qilish kerak bo'ladi. Mana shu holda bu Xitoylar bilan bir suhbat ustulida o'ltag'ili bazı ortak meselelerini birlikte muzakere qilishga bo'ladi. Agar bu oldingi shart Xitoylar tarafidan o'rindalmagan ahvolda ikkinchi qadamning bo'lishi mumkin emas. Bu Xitoylarni bugungi va o'tmishdagi Xitoylarning aynan o'zi demakdir. Ularning har qanday dabdabalik va'dalariga ishonishga qat'iy bo'lmaydi. Qarindoshlar, bugun aşınçılık sözler turaylı qağını qarab baqamiz. Yana bir qitim ko'rishguncha aman bo'langlar, hammalarga Allohdan muvaffaqiyat, xotirjamlik tilayman. Xayr xo'sh.